Baraka topinglar, sog' bo'linglar. Dadar da o'qir. Qaynatam 7 yil o'ynadi. Qurtam chiqqani yo'q. Iloyim chiqmasin. Oxiri o'tib ketdilar. Qutuldi. Endi bu yoqqa qaynanaga navbat. Qaynana ham o'ynayaptilar. Ularga ham hali qurtam chiqqani yo'q. Bu kechda chiqmaydi. Men aytaman, sizlarga yaxshi kuyov chiqqan bo'ldi, jiminglar. To'g'rimi? Mana. Bo'ldi. Salomatxona onam ismi bo'ldi. Baqir chaqir qilamiz. O'zimiz. Bormi? Davay. Omad shu o'tsangiz bugun bayram kech bo'lishiga qaramasdan biz manzilga yetib keldik. Biz Farg'onada Suxdamiz. Assalomu alaykum Chashma. O'rtoqlar chegaradan o'tib, Qirg'izistonga kirib, ertaga O'zbekistonga kirib, mana Chashma degan chiroyli manzilga yetib keldim. Bitta qarsanglar bo'lsin. Bugun xullas o'rtoqlar Suxda bayram, So'xlik yurtdoshimiz Salomatxon onajonimizga omad kulib boqdi. Qarsanglar. İnce biyo. Qarsanglar bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Nima ish qilib qo'ydingiz endi? Yaxshi. Qani, necha yildan beri muxlissiz? To'g'rimi? Ha, jak tu się czą pan szać Çocuk medonam, kam medonam. O'zingiz tuzumisiz? Xursandmisiz? Xursandman. Mana kelaman dedimmi? Olib keldimmi? Rahmat. Qayerdaman men? Suxda. Suxda keldimmi? Endi ozgina muammolar bo'ldi, esalomon keldi. Mana mashina, mana Botirxon, hech qanaqa yolg'on yo'q. Bemalol. LC Jesco mahsulotlari. Bitta dona mahsulot xarid qilib ham mashina to'saylik bo'ladi. Omad. Mana shunga yozilgan ekan, men keldim. Havas qilganlar qarsanglar bo'lsin. Nima jo'natarsiz? Qaysi mahsulotlar? Eski. Ko'proq qaysi kofemi? Kofe ham bor. Pichonni, chiranli soklarda. Hammasi bor. Kelinlarga ishonmagansiz-a? To'g'ri kelinlarga nima bor? Kelinlar ishini qilsin, to'g'rimi? Xodam pesani o'ramanu. Pesani olib sirasi magazinda o'tdilar. Nima tamam? Bo'lganinglar mana. Bularchi ashaddiy muxlis ekanlar. 7 yildan beri o'chirib jo'natar ekanlar. Farzandlari jo'natib, oxiri mana bugun omad kulib boqdi. Hammalarni nomidan tabriklaymiz, qarsanglar bo'lsin. Boshdan tekshirib oldingizlar, but-butunmi, yap-yangimi, kalitni bersam bo'ldimi? Ketaman. Xolasi. Xo'p, o'rtoqlar, avtomobil kaltini topshiramiz hammalarni guvohligida. Nechinchi mashina bu? 1700. Ha? 65. Xo'p, o'rtoqlar, omad shu telonida, omad shu teloni hisobida 1765-avtomobil Farg'ona Sux. Qani birga. To'xtab turing, men aytaman, cho'pon deyman. To'xtang, hali bor. Xo'p, onam qarang. Mana hozir millionlab odamlar ko'ryapti. Qarang, millionlab odamlar ko'ryapti. Aymacha. Xo'p, hozir sizni mana millionlab odamlar ko'ryapti. Shularga nima degingiz kelyapti? Nima maslahat berasiz? Nima qilishsin? Nima qilsin? Hamma odam bo'varni karaga bas. Hamma odam bo'zni kara kuntor. Bo'vari kuntormas. Hammaga chiqsin. Hamma. Siz yana o'ynaysizmi yo bo'ldimi? Nima xotirim sen? Bo'ldi, endi boshqa kelmaydi, qolganlar kelsa. Shuni olaman. Ha? Yana kelasizmi?
bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, farzandlar rohatini ko'ring. Boladan nechta? 8ta. 8ta. Bitta Nevara 20 ta. ikkita chivera. Ikkita chevara. Baraka toping. Chol. Chol urgan. Cholni ketkizib olibdi, o'zlari tamas minadi endi. Buni kim minadi endi? 3ta o'g'il bor. Bittasida Shopir, 3ta shopir bor. hammasi qaytdilar. Ha, o'g'illarga bering, hom yana kelinlarga berib yurmang. O'g'il bor diyor. Kelinlar mobilda Keyin mana bitta savol, kelin qiz bo'ladimi, yo'qmi? yo'q. Kuyov o'g'il bo'ladimi, kuyov? Kuyov yaxshi. Kuyov o'g'il bo'ladi, lekin kelin hech qachon qiz bo'lmaydi. Yashang. Siz mani onamga o'xshaysiz. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Qarshi chalinglar. Havas qilganlar, sizlarga ham shunaqa yutuqlar nasib qilsin. Havas qilinglar. Mana Botirxon keladi, cho'pon qo'yish kerak ekan. Cho'ponni kiygizing, onam. Qarshi chalib qo'yinglar. Botirxon молодец. Ana. To'ppini ham kiygiz. Mana, yana kichkinasi olib qo'ydingmi? Razmer. Sal kichkina o'zi sunnat to'yinga to'pishak. O'zing shakl bu Asad. Asadmidi? Mana saniki ham. Bunda cho'ponni to'g'illa. Ha. Onam, yarashdimi? Yarashdimi? Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Yo'q, bittasi yetishmayapti. Kelin yetishmayapti. Kelin yetishmayapti. Hop, Murdona. Hurmatli suhliklar, chashma. Yana bir bor hammanglarni mo'minlardan salomatxon onajonimizni tabriklaymiz. Qarsanglar bo'lsin. Xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Xo'p, meni yurtimchilik kanali ijodkorlari hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Bo'shashmasdan bir dona mahsulot xarid qilib ham g'olib bo'lsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, xonadonlarda shunaqa chiroyli kunlar bo'lsa, biz yana kelib avtomobillarni o'z vaqtida topshiramiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. 23 fevraldan 8-martgacha. Omad show saylovida navbatdagi aniqlanadigan Omad show saylovida navbatdagi aniqlanadigan raqamlar ketma-ketligi, demak 23-fevral sanasidan 8-mart sanasiga qadar yuborilgan SMS'lar orasida g'olib aniqlanadi. Balki ular orasida siz bo'lishingiz mumkin. Xullas hammaga omad. Men esa poytaxtga shoshaman, o'sha gap sizlar bilan tinchlik xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, sog'lik salomatlikda yana yorug' yuz bilan meni yurtimchilik kanalida ko'rishguncha xayr! Sog' bo'linglar, suv muzikani qo'yish o'qida o'ynaymiz. Chashma 5 deb qo'ying. Botirxon. Cho'pon. Ha, onam. Sho'qida qo'ying, sho'qida. Hey. Qarsanglar bo'lsin.